Va bizlar hozir sizlar bilan gaplashib oldik. Qanday qilib marketplace'ga ulanishni, qanday qilib sotuvlarni boshlashni, qanday qilib FBS va FBY tizimlarda mahsulotlarni ortib yuborish va yetkazib berishni muhokama qildik va bu yerda to'plangan bizning maqsad bu daromad ko'rish, to'g'rimi? Va albatta bizlar qanday qilib market sizlarga pul o'tkazishini muhokama qilamiz. Va qaysi aynan tasdiqlovchi hujjatlar sizlarga talab etiladi va qachon siz bularni olishingiz mumkin bo'ladi bizlardan. Iltimos, e'tiboringizni, diqqatingizni jamlasangiz, chunki bu juda ham murakkab mavzu. Va takror aytmoqchiman, bizlarni hozir uchrashuvimizni yozib olinyapti va bunga bo'lgan havolani Telegram kanalimizda bizlar joylashtiramiz va ma'lumotlarni, hujjatlar aylanmasi bilan bog'liqni, hisob-kitoblarni, bizlarning o'rtamizdagi hisob-kitoblarni bizlar nima uchun batafsil yorityapmiz? Sizlar uchun juda ham bu foydali bo'ladi va sizlarda qandaydir qo'shimcha savollar bo'lsa, albatta bizlarga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bizlar buni ma'lumotnomamizga kiritishga harakat qilyapmiz va albatta bu sizlarga imkoniyat beradi. Nimagaki sizlar aynan mana shu qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilgandan ko'ra, mana shu ma'lumotlarni o'zingiz batafsil o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va bizlarda marketda ro'yxatdan o'tganingizda, mana Daryaxon sizlarga tushuntirib berdi, sizlar ofertani qabul qilyapsizlar. Ofertani qabul qilganingizda sizlar ikkita shartnomani bir vaqtni o'zida tuzasizlar. Bu birinchisi aynan joylashtirish borasidagi shartnoma va ikkinchisi aynan ilgari surish bo'yicha shartnoma. Birinchi shartnoma bu asosiy shartnoma deyiladi. Bu aynan joylashtirish borasidagi shartnoma. Ya'ni Market Yandex.Go ijrochi taraf bo'ladi, sizlar esa buyurtmachi bo'lasiz. Shartnomamiz bu yerda mana shu slash orqali raqamli kelyapti. 22 degani bu 22-yil, ya'ni 22-yilda ro'yxatga olingan mazkur shartnoma. Ya'ni bizlarda slash 25 bo'lsa, bu degani 25-yilda bu ro'yxatga olingan degan. Ikkinchisi esa mana shu ilgari surish bo'yicha shartnomani unutmangizlar. Bu yerda ijrochi bilan buyurtmachi o'rin almashadi. Ya'ni bu degani siz ijrochi bo'lasiz, Market Yandex.Go esa buyurtmachi bo'ladi. Va bu yerda sizni shaxsiy kabinetingizda MBP degan gap va qo'shimcha sizni raqamingiz beriladi. Shaxsiy raqamingiz. Birinchi shartnoma bu joylashtirish shartnomasi. Bu shartnomaga ko'ra market sizlarga xizmat ko'rsatadi. Ya'ni tovarni sizlardan qabul qiladi, omborxona xizmatlarini ko'rsatadi. Bu asosiy shartnoma doirasida va mazkur shartnoma doirasida xaridorlardan olgan to'lovlarni sizlarga o'tkazadi. Ya'ni market agent vositachi sifatida xaridorlardan to'lovlarni qabul qiladi va bu yerda mana 3-qismni o'zingiz ko'rib turibsiz. Bizlar ustidan chiziq bordik. Ya'ni bizlar aynan sotish bo'yicha agent vazifasini bizlar bajarmaymiz. Bizlar komissioner emasmiz. Ya'ni mulkchilik huquqi sizdan bevosita xaridorga o'tadi. Ya'ni marketga o'tmaydi. Market vositachi emas. Ya'ni market komissioner emasligi bu juda ham muhim, foydali ma'lumot bo'ladi sizlar uchun. Shuni o'zingizga e'tiboringizni bunga qaratsangiz. Va Daryaxon tadbirimizning boshida buni aytgandilar. Ulanganingizda sizlar marketni aynan Zidoxda komissioner sifatida ko'rsatasizlar. Zidoxda faqatgina mana shu ulanish shakli mavjud. Lekin aynan huquqiy jihatdan va amaliyotda ham Yandex.Go bilan sizlar komissioner shartnomasini emas, xizmatlarni ko'rsatish shartnomani tuzasizlar. Ya'ni bizlar mahsulotlarni realizatsiya, ya'ni sotishga qabul qilmaymiz. Bizlar sizlar bilan joylashtirish shartnomamizni tuzamiz va takror etaman, mulkchilik huquqi bevosita sizdan xaridorga o'tadi. Ikkinchi shartnomamiz, ya'ni asosiy shartnoma doirasida bizlarda o'zaro hisob-kitoblar nazarda tutilyapti. Ya'ni bu degani sizlarga bizlar xaridorlarni to'lovlarni o'tkazamiz va sizlarga aynan xaridorlarni aynan bergan to'lovidan va siz mahsulotni narxini bizlar ayirib tashlasak, mana sizlarga aynan muayyan bir narxni yuboramiz va o'zimizga aynan bizlarning xizmatimizni
mahsulotlarni haqini qoldirishimiz mumkin bo'ladi. Va endi ikkinchi shartnomamizga o'tamiz. Bu aynan mana shu ilgari surish bo'yicha shartnoma. Ya'ni bu biroz murakkabroq bo'ladi. Bu yerda buyurtmachi bilan ijrochi o'rin almashadi va bu yerda shunday bo'ladiki, mazkur shartnoma doirasida sizlar marketplace'ga xizmat ko'rsatadiganday bo'lasizlar go'yoki. Bu degani shartnomamiz doirasida bizlarni aynan maydonchamizga ko'proq xaridorlarni joriy etish uchun bizlar mahsulotlarga market aynan chegirmalarni beradi va keyin mana shu berilgan chegirmalarni qoplab beradi. Sizlarni chegirmalaringizni emas, bizlarni chegirmalarimizni. Ya'ni bizlar sizlarga ko'rsatgan Market Yandex Go'ga sizlar ko'rsatgan xizmatlaringiz bu marketplace tomonidan sizni mahsulotlaringizga berilgan barcha chegirmalarni yig'indisidir. Ya'ni bu degani sizlar marketplace'ga yordam beryapsizlar, ko'proq xaridorlarni jalb etishga yordam berasizlar. Ya'ni sizlar mana shu aynan ilgari surish yoki reklama qilish xizmatlarini ko'rsatganingizdek go'yoki bo'lasizlar. Aynan shu bois bizlarda ikkita shartnomamiz bo'lsa, birinchi shartnomamiz doirasida bizlar sizlarga xaridorlarni to'lovlarni beramiz. Ikkinchisida esa sizlarga mana shu chegirmalarni aynan miqdorni qoplab beramiz. Ya'ni bu yerda sizlar ikkita yo'l bilan mablag'larni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Buni hammasi aynan shaxsiy kabinetingizda bor, batafsil kuzatishingiz mumkin bo'ladi buni. Mana misol, sizlar 10.000 so'm deb belgilasangiz mahsulot narxini, Yandex Go bunga 1000 so'mlik chegirma bersa, xaridor 9000 to'ladi deylik mana shu mahsulotga. Va 500 so'm bu Yandex Marketni xizmatlarini qiymati bo'ladi deylik. Ya'ni bu degani sizlarda ikkita hozir buyurtma bo'ladi, to'lov buyurtmasi. Birinchisi bu joylashtirish shartnoma bo'yicha 9000 dan bizlar 500 so'mni ayiramiz. Xizmatlarimiz uchun sizlarga 8500 so'mni o'tkazamiz. Va ikkinchi to'lov doirasida bizlar 1000 so'mni sizlarga o'tkazamiz. Ya'ni bizlar bergan chegirmalarni bizlar o'rnini qoplashga yordam beramiz. Ya'ni 9000 so'mni qo'lga kiritasiz. Qachon sizlar mana shu to'lovlarni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi? Buni hammasini o'zingizning shaxsiy kabinetingizda hammasini belgilashingiz mumkin bo'ladi. Har kunimi, haftaga bir martami yoki 2 haftaga bir martami yoki 1 oyga bir martami sizlar belgilashingiz mumkin bo'ladi va buni sizlarga qulay bo'lmasa, boshqa bir turiga o'tishingiz mumkin bo'ladi yoki yo tezroq yoki boshqa kunlari olishni siz belgilashingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu ya'ni bu oy emas, keyingi oyni 4-sanasidan mana shu to'lov grafiki o'zgarishini inobatga olishingiz kerak bo'ladi. Va endi hozir bizlar mana to'lovlar masalasini, pul masalasini yopamiz va endi esa mana shu yakuniy hujjatlarni bizlar jo'natishga o'tamiz. Ya'ni bizlarning hisobot oyimiz bu kalendar oyi bo'ladi. Ya'ni qaysi hujjatlarni bizlar sizlarga yuborishimizni va sizlar tomonidan qaysi xatti-harakatlar talab etilishini ham muhokama qilamiz. Bizlar Dedox bilan integratsiyadan o'tganmiz. Ya'ni asosiy mana shu yakuniy hujjatlarni siz Dedox orqali olasizlar va bu yerda mazkur taqdimotda mana sizlarga vaqtlari belgilab berilgan, qachon bizlar sizlarga yakuniy hujjatlarni yuborishimizni. Birinchisi bu albatta mana shu ilgari surish shartnomasi doirasida siz birinchi bo'lib mablag'larni va hujjatlarni qo'lga kiritishasizlar. Bu borada bu murakkabroq ketadi. Aynan shu bois bizlar har bir kalendar oyining 5-sanasida yuboriladi. Bu Dedoxda sizlarga ko'rsatilgan xizmatlaringiz bilan bog'liq mana shu dalolatnomani shaklini yuboramiz. Sizlar ikkita bizlarga hujjatni topshirasiz. Birinchisi bu dalolatnoma akt va ikkinchisi bu hisob varaqa fakturani yuborasiz. Sizlar buni imzolaysizlar va bizlarga yo'llaysizlar. Va bu ikki tomonlama hujjatlar aylanmasi, ya'ni bizlar sizni o'rningizga mana shu barcha shakllarni, namunalarni to'ldirib beramiz. Sizlar mahsulotingizga chegirmalarni qilgansiz va chegirmalarni miqdorini biz bilamiz. Sizlarga namuna sifatida yuboramiz. Siz esa o'zingiz mana shu aktni yuborasizlar, qabul qilasizlar va bizlarga imzolab yuborasizlar. Va buni vaqtida yuborishingiz sizlar aynan o'zingizlar mana shu qilingan chegirmadan mablag'larni barqaror tarzda olishingizni
ta'sir etadi va bizlarda albatta asosnoma yo'qoladi. Mana shu to'lovlarni amalga oshirishga aynan tavsiya etamiz hamma hujjatlarni vaqtida bizlarga tayyorlab yuborishingizni va endi esa hozir mana ekranda aynan ko'rsatilgan xizmatlar ning dalolatnomasi ko'rsatilgan. Aynan bu yerda qo'shimcha qiymat solig'ini to'laydigan va qo'shimcha qiymat solig'ini to'lamaydiganlar, ya'ni aynan yakka tarzdagi tadbirkorlar uchun ko'rsatilgan va 7-kalendar kuni siz bizlardan ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha, ya'ni asosiy shartnoma bo'yicha, joylashtirish bo'yicha shartnoma doirasida sizlar dalolatnomani qo'lga kiritasizlar va bu yerda bir nechta mana gaplar kiritilgan, ya'ni sizlarga ko'rsatgan mana shu marketplace tomonidan xizmatlar, ya'ni mahsulotlarni vitrinada joylashtirish, yetkazib berish xizmatlarini va FBY doirasida bo'lsa, bu albatta omborxona xizmatlari ham o'z aksini topadi. Ya'ni bu yerda mana 3ta satr kelyapti va bu 3ta satrda mana aynan miqdorlari, ya'ni qaysi bu yerda mahsulotlar yetkazilgan, bu yerda alohida hisobot bor, ya'ni xizmatlarni aynan narxi ko'rsatiladi va bu yerda mana buxgalteriya degan joydan siz Excel faylni hammasini olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi va hammasi har bitta buyurtmadagi mahsulot uchun ko'rsatilgan bo'ladi va albatta yana bir kun, ya'ni bu 10-sanasi bo'ladi kalendar oyining. Bu yerda sizlarni aynan pochtangizda yana ikkita hisobot keladi bizlar tomonidan. Birinchisi bu statistik ma'lumotlar bo'yicha hisobot yalpi va bu aynan mahsulotlarni realizatsiyasi haqida qisqacha bir ma'lumot bo'ladi. Ya'ni qancha mahsulot yetkazib berilgan, qancha mahsulot qayta topshirilgan va hokazo, va bu judayam topshiriqni bajarish va o'zaro talablarni hisobga olish to'g'risidagi hisobot. Bu aynan mablag'lar bilan bog'liq hisobot. Birinchi hisobotimizda ya'ni mahsulot bilan bog'liq hisobot, ikkinchi hisobotimizda esa mablag'lar, ya'ni pullar bilan, to'lovlar bilan bog'liq bo'lgan hisobotlar bo'ladi. Va bu yerda bizlar tomonidan qolgan qandaydir qarzlar ham bo'lsa, bular ham o'z aksini topadi. Siz tomonidan aynan kundalik to'lovlar grafikini tanlamagan bo'lgan holda. Va bu yerda hozir mana statistika ma'lumotlarini ko'ryapsizlar, ya'ni bu aynan mahsulotlar bilan bog'liq. Qancha mahsulot yetkazib berilgan, ortib yuborilgan, qancha mahsulot qaytarilganligi bu yerda ko'rsatilgan. Buni ham sizlar bevosita Excel faylda yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pochtangizga 4 ta kichik jadval kiritilgan bir hisobot keladi va bundan tashqari buxgalteriya sahifasida o'zingizning shaxsiy kabinetingizda har bir mahsulot bo'yicha ma'lumotlar to'plashingiz mumkin bo'ladi va agentlik hisoboti ham bo'ladi. Bu aynan mana shu mablag'lar bilan bog'liq hisobot bo'ladi. Ya'ni bu yerda qancha mablag' qoldi biz tomonidan to'lanmagan va bu hammasi bu yerda ko'rsatiladi. Ya'ni sizlarni buxgalteriya hisobotida ham batafsil Excel faylni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni to'lovlar haqida siz ma'lumotni olasiz va bu yerda batafsil ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Har qaysi tovar toifalar bo'yicha va ya'ni qandaydir marketplace tomonidan qolgan qarzlar haqida ham ma'lumotingizni olishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari yana bir muhim ko'rsatkich mana shu aynan ham mahsulotlar bo'yicha, ham to'lovlar bo'yicha hisobotlar. Bularni sizlar qiyoslashingiz mumkin bo'ladi, lekin muayyan bir kalendar oyi doirasida bular bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin ham bo'ladi. Bizlar marketplace sifatida sizlarga ko'rsatib beryapmiz. Xaridor bizlarga barcha o'tkazgan pullarni aks ettirib beramiz. Hattoki mana shu buyurtma yetkazib berilgan bo'lmagan taqdirda ham, ya'ni o'ng tomonda bu yerda xaridorlardan olingan to'lovlar borligini ko'rsatamiz, lekin bu aynan realizatsiya haqida, ya'ni chapdagi hisobotda bu mahsulotlar kiritilmasligi ham mumkin. Ya'ni bu mahsulotlar hali yetkazib berilmagan xaridorga, ya'ni pullar hali o'tkazilmagan. Bularni bizlar ya'ni qiyoslashimiz mumkin, lekin raqamlari bir-biriga to'g'ri kelmasligi ham mumkin va
yana bir muhim ko'rsatkich sizlarga aytgandek, har qaysi mana shu yakuniy hisobotdagi ma'lumotlarni siz har bitta tovar toifasi, mahsulot toifasi bo'yicha ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nima ortib yuborilgan, nima yetkazib berilgan, qaysi buyurtma bo'yicha to'lov o'tkazildimi yoki yo'qmi, buni hammasini bizlar moliyaviy hisobotlarimizda buxgalteriya sahifasida yuklab olishingiz mumkin bo'ladi har qaysi vaqt. Va yana bir muhim narsani endi bizlar o'ylaymanki xulosa qismiga o'tsak bo'ladi va birinchisi yoritib bergan narsa Yandex Market bu aynan komissioner emas va mahsulotlarni sotish bo'yicha agent emas. Bu juda ham muhim, buni tushunishingiz kerak bo'ladi. Ham sizlar, ham sizlarni hisobchingiz buni juda ham yaxshi tushunib olish kerak bo'ladi. Va Yandex Go sizlar bilan ikkita shartnoma asosida ishlaydi. Ikkinchi shartnoma bizlar sizlarga aynan chegirmalarni qoplab beradigan shartnomada bizlar ikki tomonlama hujjatlar aylanmasi tashkil etilgan. Ya'ni bizlar bergan namunalarga ko'ra siz shartnomalarni va hujjatlarni dalolatnomani bizlarga rasmiylashtirib berishingiz kerak bo'ladi. Kalendar oyning 10-sanasigacha. Aynan shu paytda bizlar buxgalteriya, ya'ni hisob-kitob davrini bizlar yopamiz. Undan keyin Dedox tizimida siz buni yubora olmaysizlar. Dedoxda bunday imkoni yo'q. Aynan shu bois hujjatlarni bizlarga mana shu namunalarga ko'ra tuzishingiz kerak bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bir narsani tushunmasangiz yoki qanday qilib mana shu miqdorlar hosil bo'lgani haqida ma'lumotni olishingiz kerak bo'ladi. Lekin bizlarga hujjatlarni yuborasizlar, keyin savolni so'raysizlar. Lekin sizlar vaqtida yubora olmasangiz, lekin oyning 10-sanasi keldi va Dedoxdan buni mana shu namunalar bilan ishlashga imkoniyat bermasa, bizlar barcha mana shu to'lovlarni keyingi oyda hisobga olamiz va bu yerda ham 2 oyda amalga oshirilgan mana shu xatti-harakatlarni, bitimlarni bizlar qamrab olishga harakat qilamiz va albatta o'shanda siz bittada ikkita, ya'ni 2 oylik hujjatini yakunli hujjatini tuzishingiz mumkin bo'ladi. Bu hammasi elektron tarzda amalga oshiriladi. Va yana bir muhim masala, muhim xulosa hisobot bilan bog'liq. Bu aynan mana shu to'lovlar bilan bog'liq hisobotlar sizlarga har qaysi market bilan bo'layotgan o'zaro hisoblarni tushunib olishingiz mumkin. Ya'ni qandaydir mana shu yakuniy hujjatlar bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa sizdami yoki hisobchingizdami, bizlarda mana shu keltirilgan ma'lumotlarda siz ma'lumotnomaga ko'rib bu narsani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari ham mahsulotlar bilan bog'liq va mablag'lar bilan bog'liq hisobotlarni bir-biriga qiyoslash mumkin, lekin bular bir-biriga miqdorlari to'g'ri kelmaydi.